Bolaligingizda Dengizlar hukmdori seriali haqida nimalarni bilasiz? Serial 2004-yil hamda 2005-yillarda suratga olingan mashhur koreys tarixiy seriali dramasi. Janri tarixiy drama, sarguzasht. Chiqqan yili 2004-yil. Mamlakat Janubiy Koreya. Qismlar soni 51 tani tashkil etadi. Syujet haqida qisqacha. Serial haqiqiy tarixiy shaxs Jang Bogo haqida hikoya qiladi. U oddiy qul bo'lib boshlaydi va keyinchalik mashhur shaxsga aylanadi. Juda aqlli va jasur bo'ladi va savdo dengiz ishlariga mukammal o'rganadi. Oxir-oqibat kuchli dengiz qo'mondoni va savdo imperiyasini yaratadi. Shu sababli uni dengiz imperatori deb atashadi. Nima uchun? Juda ham motivatsiya beradi. Pastdan yuqoriga chiqish hikoyasi. Juda ham O'rta Osiyo bo'ylab mashhurlikka erishgan tarixiy serial hisoblanadi. Ushbu serialni siz yoshligingizda necha yoshda tomosha qilgansiz? Shaxsan men adashmasam 7 yoshimda tomosha qilganman Dengizlar hukmdorini. O'zbekiston televideniyasi Yoshlar telekanalida 2008-yil yanvar oyidan efirga uzatilgan. Aniq ma'lumotlar 2008-yil deb tasdiqlangan.